Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimiz xudo xolasa bitta mana shu aytimizda ozgina ishimiz qoldi. Mana shu hozir bolalarga ichkariga tillarang nejvinka tunika aralashtirib, mana shu tashqarini ham shunday qilib beringlar, bir dil ketdi deydi akalar, ustakalarimiz mana shu yerda o'zi qolganligi uchun mana hozir qilib yakunlab, xudo xolasa mana bir ajoyib manzarani biz sizlarga tanishtirib, chiroyli narsalarni tanishtirib o'tamiz. Mana shu darvozaxonamizda mana shu itlarimizda ham podsvetkalar yonadi. Mana shu itlarimiz hozir mana to'klarni montaj qilib qo'ydik. Xolos mana shu hamma joyda yonadi. Endi mana kosmosimizga bir baho berasizlar. Holatlari. Kimgadir mana shunaqa kosmos xizmatlari kerak bo'lsa ham bexijolat qo'yib, mana endi chiroyli bir o'zgacha bir dizaynda qilib beramiz. Ko'rib, o'zlaring baho berib, like-payklarni bosib, kommentariyalar qoldirasizlar degan umiddamiz. Mana holatlari hayotimizda shestigan joy, uyimiz chiqqan joyda o'ziga yarashadigan qilib, chiroyli qilib hamma narsani qilib berdik. Mana shu obyektimizga hozir hamma narsani tanishtirib sizlarga o'tamiz. Tarnovlari qo'yilgan shokoladdan. Biz faqat tunika fonini o'zini qilib berib, jalyuzalari ham bor edi. Eski holatda o'zim yasab berganman, bu o'zimizda qadrdon akamiz. Bolalarimiz chiroyli qilib yana qo'yib joyiga bitkazib berdi. Kazrokda ahamiyat berasizlar. Ko'p a'zolar va endi qilib o'zgacha bir dizaynda yarashadigan qilib, chiroyli qilib bitkazib berdik. Mana shu общий obyektimizga 215 kvadrat tunikafon ishlatdik. Alkogollarimiz metrovoy yuradi. Qolgan hamma narsalarimizni kvadratga urib beramiz. Tarnovimiz metrovoy yuradi. 50 ming so'mdan 65 minggacha tarnovlarimiz bor. Katta kichikina qalin yuqasiga qarab. Bunun ichida mana o'sha 215 213 shunaqa atrofida ketdi. Mana shuning ichida mana hamma narsa bor, tashqari-yu, ichkari-yu hamma narsasi. Mana shu joylar ham o'sha tunikani ichida bolalarimiz ish qilyapti. Aylan atrofimiz. Shunda hozir общий 80 metrmi shunaqa chiqdi hamma narsasi. O'sha peshana karnizlarimizda, devor karnizlarimizni hisobga olib aytyapman. 80 metr kazrogimiz bor. Mana shu holat ko'rib, o'zlaring chiroyli qilib baho berib, bu Toshkentda ish qiladigan o'zimiz ukaxonni tog'asining uyi. O'zimni seximda oldida. Uni aytaveraman sizlarga, faqat materialni o'zini tayyorlab berdim. Ustakamlardan ro'para qildim. Ustakamizlarda o'zini jiyanining ichcha qo'li tegmay, yaxshi ustadan o'zi topib berdi. Shunday qilib o'ta bir go'zal holatga keltirib, buni ham tillaranglarni nejvinkadan ishlatganmiz mana shu. Nejvinkadan ishlatdik. Ustakamizlar. O'jallar nima gap aka? Yaxshimi? Postlar ham xudo xolasa, otaxon. Jalizalar. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Ustaxon yana video qo'yishda davom etamiz.